Prezident farmoniga muvofiq endilikda giyohvandlik bilan bog'liq jinoyatlar uchun jazo choralari yanada kuchaytiriladi. Eng muhim yangilik Jinoyat kodeksiga aholi salomatligi va millat genofondiga qarshi jinoyatlar nomli alohida bo'lim kiritilishi. Bu o'zgarish qanday vazifani bajaradi? Qanday jinoyatlar endilikda alohida tartibga qo'yiladi? Olloerxon Hasanov lavhasi shu haqda. Yangi tartibga ko'ra jamoat joylarida narkotik modda iste'mol qilgan shaxsga 15 sutkacha ma'muriy qamoq jazosi qo'llash belgilandi. Bundan tashqari narkotik moddalarni ishlab chiqarish va tarqatishga ham jazo kuchaymoqda. Endilikda narkotiklarning noqonuniy muomalasiga homiylik qilish, narko-jinoiy uyushma yoki g'ayriqonuniy narkolaboratoriya tashkil etish uchun jinoiy javobgarlik belgilanadi va ushbu qilmishlarni sodir etgan shaxslar 20 yilgacha muddatga ozodlikdan mahrum etiladi. Bu choralar tasodifiy qadam emas. Mamlakatimizda narko jinoyatlarga qarshi keskin jang boshlanmoqda. Yaqinda prezident tomonidan qabul qilingan farmonning o'ziyoq masalaning naqadar jiddiyligini ko'rsatadi. Zaharlanishga qarshi kurashish bo'yicha bir qator turli xil tashkilotlarga, Ichki ishlar vazirligiga, Sog'liqni saqlash vazirligiga vazifalar yuklatilgan. Maqsad qo'yilgan uni giyohvandlikka umuman tubdan yo'q qilish bo'yicha chora-tadbirlarni ko'rishimiz kerak. Buning uchun birgalikda xizmat qilishimiz kerak. Farmon nomida millat genofondini himoya qilish degan ibora bejiz emas, chunki narkotik moddalarning tarqalishi shunchalik avj oldiki, jiddiy choralar ko'rilmasa, kelajak avlodning salomatligi xavf ostida qoladi. So'nggi oxirgi yillarda bu narsa nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda eng asosiy global tahdidlardan biri bo'lib qolyapti. Ayniqsa yoshlarimiz o'rtasida oxirgi 4 yilda narko jinoyatlar bilan bog'liq raqamlarimiz 4 baravarga yaqin oshib borayotganligi, bu boradagi ishlarimizni yana ham mazkur farmon asosida qaytadan tashkil qilishga bizga imkoniyatlar yaratadi. Bu choralar nafaqat jazo, balki ogohlantirish hamdir. Maqsad narkotik moddalarning ildizini quritish, yoshlarni himoya qilish va kelajak avlod salomatligini saqlab qolish. Bu kurashda har bir fuqaroning mas'uliyati, hushyorligi va befarq bo'lmasligi juda muhim. Olloerxon Hasanov, Rahmon Zaripov, Ovoz informatsion dasturi uchun.